ertalab turib sochlarimizni yig'ib olamizda. Yig'ib olgandan keyin uyga bomba tushganligini yig'ishtirib olamiz. Ko'rpani taxlab, yostiqni taxlamizda va kiyimlarni taxlab hammasini taxlab olamiz. Taxlab olgandan keyin kelarimizni alohida, kiyimimizni alohida qilib olamiz. Hammasini taxlab olamiz. O'nglab, yaxshilab teskari qilib o'nglamizda dazmolni alohida qilib, yo'lni alohida qilib qo'yamiz. Hammasini taxlab bo'lib, joy-joyiga qo'yamiz. Hammasini ajratib olib, shilkaga iladiganini shilkaga ilib olamizda. Keyin qolgan mayda-chuyda paypoqlarni taxlab olamiz. Keyin doiramizni joylab o'ynab olamiz. Orada bir o'ynab olgandan keyin ishimizga qaytib, yerdagilarni olamiz. Kam kitoblarni sochib tashlabdi. Derazani ham tozalab olamiz. Faqat kam kitoblarni yig'ib olgandan keyin sumkaga solib, sumkasini joyiga qo'yib beramiz. Sumkasini joyiga qo'ygandan keyin qaytib, paypoqlarni yerdan terib olamizda. Joyiga qo'yamiz paypoqlarni ham. Karantinga tashlaymiz, joyiga qo'yamiz.